Ay, boshim qilib bani. Voy, bugun birinchi kuni, maktab kuni. Test borish kerak do'stlar. Maktabga test borish kerak, bitirish kerak. Hozir do'stlar 1 daqiqa. Do'stlar, testga maktabga borish kerak. Qani test bu? Qayerda maktab? Maktabga endi bugun birinchi kuni. Kechikyapman do'stlar, test borish kerak. Kechikyapman. Maktab kechikyapman do'stlar. Qayerda maktab? Ana do'stlar, kechikyapman. Menchi dars boshlanib bo'ldi do'stlar. 8:28 bo'libdi, 8:30da kirish. Test borish kerak. 8:29, 1 minut qoldi kirishga do'stlar. 1 minut. Test borish kerak do'stlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tak. Ustoz kirsinmi? Kordesiz. Nega kechikiribsan? Nima qilyapsiz? O'g'lim, ishim bo'lmadi. Tez joyingga o'tir. Kechikkaning uchun agar yana bir marta kechiksa jarima solaman, tushundingmi? Hop, ustoz. O'tir, bugun bastaba olamiz. Bastaba. Hop. Bitta bor olaymi? Yo'q, olma. Oldingizga. Hop, bitta rasm tuzuvchi bor. Hop. Hoş o'tiramiz. So'ladi. Do'stlar. O'tirdi istaza. Hop. Короче, bugun ma'zuni yo'q. Voy. 11. Yozdim. 12, 2025. Test, qara. Bugungi mavzumiz matnli masalalar. Hop, mana yozdim. Xo'sh. Tez bu, tushundingmi? Xo'sh, ana o'lim. Mana shu varaqchada misollarni ishla. Hop, mayli. Qalaysiz? Yopi, ustoz, mana qarang, eshikni oching. Yo'q, men ochaman. Tez o'tir, darsingni qil. Hop. Xo'sh. Bo'ldi, ishla bo'ldi, ustoz. Obke test. Tasha test. Hop. Mana ustoz. Endi bor, obke yapman. Hop, ustoz. Ish ketdik do'stlar. Короче, tesiz joyingga o'tir. Короче, endi albomni ochinglar. Hop, bo'ladi ustoz. Hop, bo'ladi ustoz. Rasas deylar. Hop. Mana do'stlar, chizayapman. O cho'tki chiqayapti rasm, hozir bitsin ko'rasizlar do'stlar. Qarama menga. Yo'qol. Ustoz, mana qarang, mana uryapti. Darsingni qil, tez. Hop. Chizamiz do'stlar. Ana sizam deyarli tugatdim do'stlar. Ustoz, qarang, sizga bitta ko'ring-chi. Necha baholi? O'zing ko'r. Voy, to'raqam, nimaga to'ra oldim, ustoz? Ishim bo'lmasin. Xatoing sangina bitta xatoing bor ekan, shuning uchun 4 baho qo'ydim. Hop, mayli. 5 dan 4 farqli. Qarang, sizga rasmni ko'rsataman. Ko'rsat testi. Hop. Mana qarang, bu nima deyman? Nima bu? Bitta oyog'i qiyshiq, bitta oyog'i kaltami? Bu qiz bola shunisi. Bu siz. Nima? Yo'qolib bu sinfdan. Voy. Oz bo'ldi. Tashlayvermanga bahoyingni qo'yaman. Hop, siz meni. Tashladim. Siz. Yes, chiqish bo'ldi. Chiqib kela olaylik. Bor, yo'qol hamma. Hop, siz. Do'stlar, ana qo'y, chiqish bo'ldi. Tanaffus. Xohlagan narsani qilsanglar, uyim yaqinda 5000 tanaffus do'stlar. 5000 emas, do'stlar, kamroq tanaffus. Uyingga borib kelib, kundaligimni olib kelsam bo'ladi do'stlar. Kitoblar kerak emas ekan do'stlar. Menga uy boraman, sandiq qo'chaman. Mana kundaligimni oldim. Bilsam manda-ku.
tez borish kerak do'stlar, kirish bo'lyapti. Voy, kirishga 2 minut qolib ketdi. Yugur hozir. Qo'ng'iroq chalinadi. Tez. Yugur. Yo'q, do'stlar, kechikdim yana. Yo'q. Tak. Kirsam bo'lamisiz? Kirdim, kechikib ko'ryapsan. Endi jarimaga solvoramiz ani. Hozir do'stlar kiraylik. Bu kimsiz? İşime lazım oğlum. Qancha qo'yibsiz? 3? Yaxshi qildim. Do'stim, 3 qo'ydingiz. 5 dan yo'q. Nimaga 3 qo'ydingiz? Do'st, bu kamku. Shunaqa rasmga shunaqa tushundingmi? Hop. O'tir tez joyga. To'xtang. Do'st, kundalik qo'yib berasizmi? Opga kundalik. Hop, mana. Endi o'tirsak bo'lar. Короче, yana alban bir betini ochinglar, yana rasm chizamiz. Siz nima rasm chizasiz bugun? Menga nima? Rasm chiz. Ana, siz 1 minutda tugataman, ko'rdingizmi? Ko'rdim, bu tez ko'rsatirasiz. Mana, qarang, zo'r portret chiqdi, Mona Lisa. Mona Lisa shu rasmni tentak. Opke menga qo'ying. Bundan qo'ydingizmi? To'y bilan shit qo'ying. Qanaqa baho qo'yayapsan? Mana tashlab beryapman. Tashlamaysiz. Baholab oldim. Yo'q, qanday kiymish? Vay, uni to'rt. Ne 5? Menga 5 qo'yib berasiz. 5 qo'yib bering. Sen bahoing 5 ga yaraydimi o'zi? Bor o'tir. Avzuni yozing, qo'ying. Voy, kun kelib ketdi, ozgina uxlab olaman. Bo'ldi, endi jismoniy tarbiya. Yes. Avval tarasga chiqib tushundingmi? Hop, jismoniy tarbiya. Do'stlar, jismoniy tarbiya endi bizga. Jismoniy tarbiya. Endi esa tanaffusga kesib tashlaymiz. Do'stlar, mana jismoniy tarbiyaga chiqdim, endi yugurtiryapsiz. Nimaga? Futbol o'ynamoqchi edim-ku. Ammo tez yugur. Qancha tez yugursa shuncha baho 5. Hop, 1 2 3 yugur. Yugurdi. Voy, yes. Ustoz, baho nechi? Zo'r tezlikda kelsa, baho 5. Ustoz, kundalik qo'yib berasizmi? Opga kundalik. Hop, oling. Hozir o'sha mana do'stlar oldi. Baho 5 15 baho qo'yibdi do'stlar. Endi uyimga ketsam bo'ladi. Ketur. Ting. Do'stlar 5 baho janor oldim, Ting. Короче, do'stlar, menga bitta bolalar chaqirdi. Senga pul beramizga qani bir soqqacha boraylik do'stlar. Bizga nimaga pul berar ekan, qattiqmi, lekin bitta iPhone qo'shib berar ekan do'stlar. Qani do'stlar, textir. Yo'q. Yomon bolalar, qanday saqlanib. Yo'q. Rahmat jonon milisiya sizga. Rahmat jonon milisiya sizga. Arzimaydi, rahmat. U bolalar aniq qamoqqa ketdimi? Ha, ketdi. Ya'ni bittasi qolib ketdi. O'zing ta'ziringni ber. Hop. Jonon o'zim o'ldiraman do'stlar. Boya men urib tashadi do'stlar. O'zi kalta qilmoqchi edi bu yoqqa. Nima, men seni o'zim o'ldiraman. O'ldirasang, yebsan shu gapingga. Nima bo'lsam, hali ikkita shuni bolalar bilan bog'laman, tushundingmi? Nima, o'zing. Voy, bar, 2 box. Do'stlar. Unda hozir xayrlashamiz do'stlar. Hammaga omad do'stlar. Sizlar bilan maktab seriali bo'ldi. Keyingi videoni ko'rishguncha hammaga xayr, hammaga omad. Aytgancha bu videoni kim chiqar deb so'radi desanglar, undan avvalgi videoni kommentga o'tinglar. Bitta bola mana shunaqa deb yozibdi, maktab serialini chiqaring deb yozibdi va men chiqardim shuni. Albatta uni
albatta obuna bo'lib like bosib qo'yinglar do'stlar. Sizlarga shuncha harakat va hammaga xayr, hammaga omad. Sizlar bilan Rustam kanali bo'ldi. Omad.